Yetim qolgan qizlar amakisining qo'lda qolgani uchun majburiy tarzda turmushga chiqarildi. Agar ismingiz keyingi videoda chiqishini xohlasangiz, hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. Video boshlanishida oldin like bosib, obuna tugmasini ham bitta urib mazasini qochirib qo'ying, chunki bu qo'lingizdan keladi, ishonaman. Bosing obunani. Filmni to'lig'ini ko'rishni xohlasangiz, kommentariyadagi havolaga o'ting. Hikoya qaysidir alternativ dunyoda Turkiyada sodir bo'lmoqda. Film boshida Leyla ismli qiz ko'zlarida yosh bilan o'qituvchisini kuzatmoqda. U Istanbulga ketayotgandi va o'qituvchi unga yangi manzilini qoldirib ketadi. Uyga qaytish o'rniga Leyla 4 ta opasi va sinfdoshlari bilan dengiz bo'yiga yuguradi. Ular suvga sakrab o'g'il bolalari bilan bir-biriga suv sepaloq o'ynaydi. Keyin esa bog'dan olma uzib yeyishadi, ammo Qoraol bobo miltiq bilan yugurib kelib ularni haydab yuboradi. Uyga qaytgach, buvisi g'azablanib, hammasini sochini bittalab yulmoqda, eng kattasini jazolaydi, so'ng esa boshqalarni ham jazolamoqchi bo'ladi. Lekin qizlar betarbiya bo'lgani uchun buvisini izdivatsiya qilishadi. Buvisi esa ularning xatti-harakatlarini butun qishloq g'iybat qilayotganini aytib, butun umr ersiz o'tib ketasanlar deydi. Keyin ularning Skar amakisi keladi. Qattiq qo'l va juda ham sovuq odam. Qizlarning ota-onasi 10 yil avval vafot etgan va amakisining qo'lida qolgan. Amaki ularni haqorat qilib uradi, buvisiga esa qizlarni nazorat qila olmayapsan deb do'q qiladi. Ertasi kuni oshga tushgan pashshaday qo'shnilar ham aralashib, nevaralaring o'zi teshtirib qo'ymaganmi qulog'ini deydi. Va natijada 3 ta katta opa-singil kasalxonaga olib borilib, ularning bokiraligi tekshiriladi. Agar elita parda ozroqgina yirtiq bo'lsa ham butun umr erga tega olmaysanlar deydi. Shu kundan boshlab qizlar uyda qamalib, telefon, kosmetika, hatto saqcham chaynash ularga taqiqlandi. Endi ularni faqat uy bekasi bo'lishga o'rgatishmoqda. Pazandalik, uyni tozalash, tikish, bichish, har bir yangi retsept bilan go'yo ularning hayoti so'nib borayotganday. Ularning kiyimlari ham o'zgartiriladi va momosining ko'ylaklarini kiyishadi. Qizlar bu hayotdan tezda zerikadi, chunki ular allaqachon ko'chada likkillashga o'rganib qo'yandi. Bir kuni qizlardan biri Leyla derazadan sevgilisi bilan gaplashmoqda. Keyin u qizlarning orasidan yashirin xat topdi. Annaga yozilgan sevgi maktubi. Anna shu zahotiyoq trubadan osilib pastga tushib, yigitining yoniga qochib ketdi va yarim tunda qaytib keladi. Ammo opa-singillariga nimalar bo'lganini aytmaydi, lekin ko'ylagidagi qon nima bo'lganini aytib turgandi. Yaxshi gumonda bo'laylik, balki burni qonagandir. Bir kuni Leyla futbol ishqibozi bo'lgan Skar amakisidan so'raydi, Superliga finaliga boraylik iltimos deb, ammo u rad etadi. U yerda faqat erkaklar bo'ladi, senlarga nima bor deb. Leyla esa bundan foydalanib, opalarini stadionga qochishga ko'ndiradi. Ularning ba'zilari futbolni yoqtirmasa ham ko'cha kayfini his qilish uchun rozi bo'lishadi. Ular kunduz kuni devordan teshik topib qochib chiqishadi. Eng kichigi Leyla teshikdan o'tdi, boshqalar esa sig'magani uchun devordan oshib o'tishadi. Ular avtobusga kech qolishgani uchun mahalliy yuk mashinasining haydovchisini ko'ndirib baribir stadionga borishadi. Va nihoyat ular o'yin-kulgi qilib qurtini to'kkani uchun hayotlarida xursandchilik paydo bo'ldi. Uyda esa buvisi bilan amakisi televizorda futbol ko'rib o'tirganda, "Yobbona Bobomurod, mana anovlar-ku" deb ularni ko'rib qolishadi. Buvisi hushini yo'qotadi. Amaki esa ularni birma-bir jazolamoqchi edi, lekin xolasi elektr chiroqlarini o'chirib qo'yib, qizlarni himoya qilmoqda. Kechqurun qizlar juda ham charchagan, xolasining yordami bilan qizlar xavfsiz tarzda uyga kirib olishdi. Bo'lmasa amakisi ularni so'ymoqchi edi. Ertasi kuni buvisi ularga yana ko'ylaklarini kiydirib, mahallada sayr qildirmoqda. Sayr qildirish bir bahona, aslida izlayotgandi. Momosi ularni mahalladagi kuyovlikka nomzodlar va ularning ota-onalarining oldida ko'z-ko'z qilib modalar namoyishini qiladi. Shundan so'ng uyining derazalariga panjaralar qo'yildi, eshiklar mahkamlandi, devorlar balandlashtirildi va qizlarga uydan chiqish mutlaqo taqiqlandi va uy endi haqiqiy qamoqxonaga aylandi. Bir kuni uyga mehmonlar keladi va eng kattasi Anna yangi libosda ularning oldiga chiqdi va darhol tushundi, bu oddiy mehmonlar emas, sovchilar. Ammo Anna faqat Akim degan so'taqo'zini sevardi va boshqa hech kimga tegmoqchi emas. U shovqin soladi va sovchilar bu kelin baqiroq ekan deb qo'rqib ketishadi.
Shundan so'ng ularga Annaning o'rniga Salma yoqib qoldi. Kuyov esa Usmon ismli yigit ekan. U harbiy xizmatdan endigina qaytgan. Hech kim bu nikohga qizning roziligini so'ramaydi. Erga tegsa ko'nikib ketadi deb. Oradan ko'p o'tmay Akimning ota-onasi ham Anna uchun sovchilikka keladi. Ikkalasi ham haqiqatdan bir-birini sevishardi. Shu tariqa ikki opa-singil uchun ikkita to'y marosimi boshlanadi. Er bilan munosabatlar haqida kitoblarni o'qib, hozirdan ular tayyorlanishmoqda. To'y kuni keladi. Nay deb karnay-surnaylar ovozida kuyovlar kirib kelishadi va kuyov jo'ralar kuyov o'tirmayapti deb urf-odatlarini boshlagandan so'ng hamma o'yin-kulgi qilmoqda. Biroq Salma umuman xursand emas, chunki u umuman tanimagan odami bilan endi birga yashash kerak. Mast amaki havoga o'q uzadi. Salma esa ichimlikdan boshini ko'tara olmaydi. Kechasi Leyla unga Istanbulga qochib ketaylik deydi va opa-singil oxirgi marta quchoqlashib bir-biri bilan xayrlashdi. Tunda Leyla mashina haydashga urinadi, ammo eplay olmaydi. So'ngra opasiga qo'ng'iroq qilib, "Checha, nima bo'ldi kecha?" deydi. Ammo Salma chimildiqda sharmanda bo'lgan, chunki bir tomchi ham chiqmagan. Kuyovning ota-onasi isbot talab qiladi. Ular Salmani yarim tunda kasalxonaga olib borishadi. U esa avvaldan o'ynashlarim ko'p bo'lgan deb yolg'on gapiradi. Bular meni tinch qo'yishsin deb. Oradan ko'p o'tmay 3-qizga ham sovchilar kela boshlaydi. Leyla esa kichkina iringcha kofega tuflab beradi va shirinliklarni yerga uloqtiradi. Ilgari itoatkor bo'lgan opa-singillar endi qarshilik ko'rsatishni niyat qilishmoqda. Bir kuni Leyla yana qochib ketadi. Oyoq yalang holda Istanbul tomonga yo'l olmoqda. Yo'lda uni yuk mashinasining haydovchisi Yasin ko'rib qolib, tinchlantirib, "Hali kichkina ekansan, bola o'g'rilari ko'p bu yerda" deb tezda uyingga yo'qol deb ortiga qaytardi va kechasi derazadan yana qaytib uyiga kirib oladi. Oradan kunlar o'tdi. Qizlardan hozirda eng kattasi bo'lgan Eje ruhiy tushkunlikka tushib, faqat devorga tikilib o'tirardi. Eng kichiklari esa hali ham o'yin-kulgidan umid uzmagan. Ammo yoz boshlanganda ular endi hatto maktabga ham chiqmaydi, xuddi hayot to'xtab qolganday. Ertasi kuni amaki qizlarni mashinaga o'tkazib, o'zi bankka kirib ketdi. Leyla va Nuriya tashqariga chiqib sayr qilmoqda. Qichigan Eje esa darrov yo'lda ketayotgan bitta bolani to'xtatib, mashinaga o'tirg'izib, unga qichuvini qondiradi. Kechqurun mast erkaklar ularning uyiga kelishadi. Orasida esa o'sha yigit ham bor edi. U sheriklarini boshlab kelgan. Ular eshikni buzmoqchi bo'lishadi, ammo Leyla ularni haydab yuboradi va aynan shu paytda bu bilan amak yo'q uyda. Leyla ham balqivordi, yana qochishga harakat qilmoqda. Yo'lda Yasin yana uni uchratdi va menga mashina haydashni o'rgat deydi. Avvaliga Yasin qo'rqadi, ammo rozi bo'ladi. Leyla mashina haydashni o'rganadi, ammo qaytib kelgach qo'shnisi uni ko'rib qoldi va amakisiga kaz yo'llab beradi. Ertasi kuni esa uning ham derazasiga temir panjara o'rnatiladi. Tushlik payt qizlar kulib, hazillashib ovqat yeyishmoqda, ammo bu hol amakiga yoqmaydi va jahl bilan ularning biri Ejeni haydab yuboradi va qiz jimgina joyidan turib ketdi va bir zumdan so'ng o'q tovushi eshitiladi, chunki Eje o'z joniga qasd qilgandi. Yomg'ir ostida dafn marosimi bo'lmoqda. 4 opa-singil esa bir-biriga suyanib yig'lashmoqda. Ammo buvisi bilan Skar amakisi tez orada ularni yana ajratib yuboradi. Salma bilan Anna endi erlari bilan, faqatgina Leyla bilan Nuriya uyda qolishadi. Leyla Nuriya bilan Istanbulga qochishni rejalashtiradi. Ular hammasini puxta o'ylab qilishlari kerak, shunda hech kim bilmaydi. Leyla o'z sochidan bir tutam olib, yostiqqa tikib o'rniga soxta qizcha yasaydi. Keyin buvisining sandig'idan biroz pul o'g'irlaydi. Buvisi esa hammasini sezib ularni to'xtatdi. Ma'lum bo'lishicha, iflos amakisi o'lishidan oldin Ejening yotog'iga kirib, unga tegajonlik qilib yurgan ekan. Endi o'lgandan so'ng esa kechalari Nuriyaning xonasiga kirayotgan ekan. Buvisi hammasini bilardi, lekin buni to'xtatish o'rniga qizlarni tezroq turmushga chiqsa qutuladi deb o'ylaydi tovuq miya. Hali kichkina bo'lishiga qaramasdan Nuriya uchun ham kuyov topiladi. Yigitning ismi esa Pedofilov Zombi Pedofilovich ekan. U tez orada armiyaga ketadi. Shuning uchun Nuriya yarim yil kuyovning ota-onasi bilan birga yashash kerak va oxir-oqibat uyda faqat Leyla qoldi. Kechga yaqin to'y korteji keladi, hamma tashqariga chiqadi, biroq Leyla Nuriyani ichkariga olib kirib, eshiklarni qulflab oldi. Ular uy ichidan barcha kiradigan joylarni berkitib tashlashadi. Tashqarida esa kuyovlari buni syurpriz bo'lsa kerak deb o'ylashmoqda, ammo vaqt o'tgan sayin vahima boshlanadi.
Amaksi panjaradan o'tmoqchi, g'azab bilan hovlini aylanmoqda, devorga tirmashadi, bu esa o'g'lini tinchlantira olmaydi. Shu payt Nuriya unga qarab qichqiradi. Agar bizni tinch qo'ymasang, hammasini politsiyaga aytib beraman deb baqiradi. Leyla esa Yasinga qo'ng'iroq qilmoqda, ammo telefon simlari uzib tashlangan. U mashina kalitlarini topdi va Nuriya bilan pul, ovqat va yugurib chiqishadi. Amaki esa u paytda panjarani sindirish bilan band edi. Qizlar bog'dan o'tib devordan chiqishadi. Shoxlar singani uchun esa amakisi shovqinni eshitib ularning qochayotganini sezib qoldi, ammo kech bo'lgandi. Ular mashinaga o'tirib, xuddi Yasin o'rgatganday haydab qochib ketishadi. Birozdan so'ng mashinani yo'l chetida to'xtatib, ular butalar orasiga yashirinib oldi. Qizlarning yagona umidi Yasin kelishi. Buni qarangki, bola ham ularning aynan shu yerga yashirinishini kutiga qarab fol ochibdi va qizlarni olib shaharga olib borib avtovokzalga yetkazib qo'ydi. Avtobus ularni bu qishlog'idan va bu zolim qarindoshlaridan uzoqlarga olib ketdi va qizlar Istanbulga yetib kelishadi. Bu yerda ularning eski tanishlari, sevimli o'qituvchisi kutayotgandi va ular endi yangi hayot sahifasini boshlaydilar. Men bu kino haqida bir fikr bildira olmayman, lekin sizning fikringiz juda ham qiziq. Shuning uchun kommentariyada yozib qoldiring, men esa o'qiyman. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, obuna tugmasini ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha